Bo'ldi, onasi. Hozir yetib boraman. Hop. Voy, falakat. Urib oldim-ku. Hech kim yo'q-ku. Voy nomard. Urib qochib ketibdi-yu. Aksiga olib, kamera ham yo'q ekan. Alo, Nomer yozib ketgan ekansizlar. qattasiz aka? Hozir lakatsa tashiyman. Aka, men bor uzr. Boya juda ham shoshib turuvdim. Sizga bitta savolim bor edi. Eshitaman? Boya mashina urib olgan joyingizda odamlar ham yo'q edi. Uning ustiga kamera ham yo'q ekan. Nimaga qochib ketmadingiz? Aka, kechqurun xufton namozini o'qib, ertalab bomdod namoziga turishimizga kim kafolat beradi? Mabodo o'lib qolsam, buni javobini qanaqa beraman? Aytgancha. Aka, men bor pulim. Yetmagani bo'lsa, yana qilib beraman. Faqat rozi bo'ling. Hop. Endi menga ruxsat. Borib tezroq harakatni qila qoling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. O'zi bekordan bekorga yetishmas ekan. Kambag'al mard bo'ladi deb. Rostdan ham mard bo'lar ekan.